Hali u deysan, hali bu deysan, jo'ranim. Hey, ana dadam keldi. Assalomu alaykum. Qani? Assalomu alaykum dadajon. Bu nima gap? Ertalabdan baqir chaqir. Nima bo'lyapti, kelin? Ko'rmaysizmi dadajon? 4 ta kasaltang o'rtoqlari bilan boqqa, toqqa, yana bir joylarga chiqib ketarmishlar. Yana meni bilmaydi deb o'ylaydilar. Ey, xumkalla. Kelin nima deyapti? Dada, bilasiz, men baliq ovini sevaman. Baliq ovisiz yasholmayman. Kuni kecha bir o'rtoqlari bilan baliq oviga chiqib ketdik. 1-2 kun o'sha yoqda qolib ketdimiz. Shunga shu janjal, ota go'ri qozixona. Uyda tinchlik yo'q. Mana. Ha, o'zimizni hovlida ham hovuz bor-ku dadajon. Shu hovuzdan ovlang desam, toqqa chiqib ketarmishlar. Dada buni gapini qarang. Bu o'zimizni hovuzdagi baliqlar hammasi tanish. Tanish baliqqa qarmoq ushlab o'tirganni nima foydasi bor? Menga begona baliqlarni, boshqa baliqlarni ushlash yoqadi dada. Ey, tushunmaydi-da bu. Dadajon, qarang. Bo'ldi, kelinjon. Bo'ldi, xafa bo'lmang, o'zim gaplashib qo'yaman. Agar yana bir marta baliq ovlashga deb chiqib ketadigan bo'lsang, qarmog'ingni sindiraman. O'zingni hovuzingdagi baliqni ham ushlalmaydigan bo'lib qolasan. It baliq.